Assalomu alaykum hammaga. Hozirgi fursatni ko'p poylab turib, menimcha hozirga nasib qildi shekilli, nafaqat Maqsuda xolamga, balki barcha Muqimiy teatrdagi aktyor, aktrisalarga rahmat aytmoqchiman. Nimaga? Shu meni teatr tushunchasi hayotimga kirib kelishi endan aqlimni tanish paytiga to'g'ri kelib qoldi. 3-4 yoshlik paytga men hayron qolardim. Va u yerdagi kechayotgan jarayonlarni, rol nima, ssenariy nima, repetitsiya nima, juda hayratdan yoqib ushardim. Shunaqa narsani angladimki, insonning qalbiga yo'lda nafaqat so'z bilan, balki nigoh bilan ham, sukut bilan ham yetkazsa bo'lar ekan. Va endi Muqimiy teatri improvizatsiyaga juda boy teatr. Yashasin Muqimiy teatri. Tesha tegmagan so'zlar, iboralar, sahna ko'rinishlari o'sha yerda aks etardi. Xullas, hamma biladigan o'sha super qaynana spektaklda kayfiyat shunaqa bo'lib qoldimi bilmayman. Mirzazizov ustozimiz ham bordilar. Xullas, meni Dilmurod aka va Maqsuda opani farzand sifatida chiqarib yuborishdi. Xayrullo akaga rahmat bu uchun. Va sahnadan chiqib ketishim kerak ekan, men qotib qoldim. Va o'sha yerda turib qotib qoldim. Qanaqadir boshqacha narsa chulg'ab oldi-da. Ha, ular nima demoqchiman? Rahmat aytaman. Butun bir mana bunaqa ta'riflash mumkin. Ba'zi bir san'atkorlar shunchaki rol ijro etadi, o'sha yerda bir bo'ladi. Lekin ba'zi bir ijodkorlar butun bir avlodni bir xotirasi bo'ladi-da. Men rahmat aytaman barcha aktyor, aktrisalarga va Maqsuda opa sizga san'atga bag'ishlayotgan, sarflagan umringiz uchun ijodingizga ko'z tegmasin, hamisha bor bo'ling. Rahmat. Sakın akşam ay nurida